ilm Zuhriy rahimahulloh aytganlaridek vodiylardir. Ya'ni ilm bir vodiy. Kim bu vodiyda betartib, telva teskari, muntazam bo'lmasdan yuradigan bo'lsa, boshi oqqan tarafga ketaveradigan bo'lsa, halok bo'ladi. Qarang, ilmni o'xshatishini, xuddi shunday ilm ham qaysi kitob to'g'ri kelib qolsa o'qib, bir kitobni o'qib ozroq o'qib tashab ketib, yana yangi kitobga o'tib ketib yoki o'zini mustavasi yetmaydigan darslarga, kitoblarga qo'shilib olib, mana bu vodiyda tentirab qolgan odamdek ilm yo'lida ham talib ilm tentirab qoladi. Halok bo'ladi degani, ya'ni adashadi. Lekin uni bir bo'lak-bo'lak qilib oladigan bo'lsa, ilmni shoshilmasdan tushunib, anglab, bir kitobni tugatib, ikkinchisiga o'tib, puxta qilib, mana bunda odam ilmli bo'ladi, amal qiladi, boshqalarga ta'lim bera oladi. Qarang, bu katta olimlarning tavsiyalarida. Imom Zuhriy rahimahulloh o'zlarini ilm olganlik holatini ham aytib berganlarki, biz ilmni masala, hadisma hadis qilib o'rgandik deganlar.